Bugun men juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Pensiya, nafaqa va ish staji bilan bog'liq 3 ta sanani o'tkazib yuborsangiz, 2026 yilda pulingiz kechikishi. Hujjatingiz qayta ko'rib chiqilishi yoki siz kutgan miqdor chiqmasligi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, hali ishlayotganlar, xorijda mehnat qilayotganlar, uy bekalari, dehqonlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va ota-onasining pensiya ishini yuritayotgan farzandlar uchun ham kerak. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nimalar o'zgaradi? Qaysi 3 ta sana eng muhim? Kim xavotir olishi kerak, kim esa shoshilmasa ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men aniq qadamlarni aytaman. Qayerga borish, qaysi hujjatlarni tayyorlash, arizada nimani yozish va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimani tekshirish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa muammo boshlanadi. Avval pensiya masalasida ko'pchilik shunday o'ylardi. Yoshim yetadi, keyin boraman, ariza beraman, davlat o'zi hisoblab beradi. Ha, umumiy tartib shunday ishlagan, lekin amalda bir nechta nozik joy bor. Ish staji to'liq ko'rinmasa, korxona arxivga topshirilmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri bo'lsa, plastik karta yoki bank rekviziti yangilanmagan bo'lsa, pensiya tayinlash cho'zilib ketadi. Eng yomoni. Odam pensiya yoshiga yetib, keyin hujjat yig'ishni boshlasa, bir oy emas, ba'zida 2-3 oy yurishga majbur bo'ladi. Endi 2026 yilga kelib asosiy o'zgarishlar nimada? Birinchi o'zgarish shuki, ma'lumotlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni mehnat daftarchamda yozilgan bo'ldi degan yondashuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq, ish haqi, bandlik davri, yakka tartibdagi tadbirkor sifatidagi badallar, o'zi band qilganlik ma'lumotlari bazada ko'rinishi muhim bo'ladi. Ikkinchi o'zgarish shuki, ariza qayta hisoblash va tasdiqlash jarayonlarida muddatlar yanada muhimlashadi. Uchinchisi, manzilli to'lovlar va tekshiruvlar kuchayadi. Kim haqiqatan ham huquqqa ega, kimning hujjati to'liq, kimda uzilish bor, bular oldingidan ko'proq e'tibor bilan qaraladi. Men ko'p ko'rgan vaziyat bor. Odam 25 yil ishlaganman deydi, lekin bazada 57 yil ko'rinadi. Sababi bir korxona yopilgan, ikkinchi korxona xodimni rasmiylashtirmagan, uchinchi joyda ish haqi konverti berilgan, to'rtinchi davr esa mehnat daftarchasida bor. Lekin arxiv tasdig'i yo'q. Natijada odamning pensiya miqdori u kutgandan kam chiqadi. Shuning uchun pensiya jamg'armasining ogohlantirishini faqat yana bir rasmiy xabar deb qabul qilmaslik kerak. Bu sizning har oy oladigan pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Men birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotganlarga aytaman, eng muhim sana sizning tug'ilgan kuningiz emas, undan oldingi 6 oy. Nega? Chunki aynan shu davrda hujjatlaringizni oldindan tekshirib, ish stajingizda bo'shliq bormi? Ish haqi ma'lumotingiz to'g'rimi? Familiya yoki ism o'zgarish hujjatlarida bir xil yozilganmi? Shularni aniqlab olishingiz kerak. Masalan, erkak kishi 2026 yil iyul oyida pensiya yoshiga yetadi deylik. U yilda borib ariza topshirsa, hujjatlarda kamchilik chiqsa, pensiya tayinlash kechikadi. Lekin u yanvar yoki fevral oyida yo'q, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirtirsa, yarim yil ichida yetishmayotgan hujjatni topish imkoniyati bo'ladi. Bu katta farq. Chunki arxivdan ma'lumot olish ba'zida 10 kunda, ba'zida 30 kunda, ba'zida undan ham uzoqroqda keladi. Ayol kishi misolida olaylik. U 1995 yildan 2004 yilgacha maktabda ishlagan. Keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. 2012 yildan yana ishlagan. U pensiya yoshiga yaqinlashganda mening stajim yetadi deb o'ylashi mumkin. Ammo maktabdagi davr bo'yicha buyruq nusxasi yoki ish haqi ma'lumotlari to'liq chiqmasa, ayrim yillar hisobga olinmay turishi mumkin. Farzand parvarishi davri bo'yicha ham hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, mehnat daftarchasidagi tanaffus sabablari. Shuning uchun 6 oy oldin tekshirish oddiy ehtiyot chorasi emas, pulingizni himoya qilishdir. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, bir nechta joyda ishlaganlar. Ikkinchidan, eski zavod, kolxoz, shirkat, kichik korxona yoki yopilib ketgan tashkilotlarda ishlaganlar. Uchinchidan, 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlaganlar. Chunki o'sha davr hujjatlari ba'zan arxivda tartibsiz bo'ladi. To'rtinchidan, familiyasi o'zgargan ayollar.
Beshinchidan, mehnat daftarchasi tuzatish, o'chirish, ustidan yozish yoki muhr aniq ko'rinmasligi bor odamlar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oxirgi 15-20 yil davomida yirik tashkilotda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, oylik maoshingizdan barcha soliqlar to'langan bo'lsa, elektron bazada bandlik davringiz aniq ko'rinsa, hujjatlaringiz bir xil familiya va pasport ma'lumotlari bilan yuritilgan bo'lsa, xavf kamroq, lekin baribir tekshiruv kerak. Chunki bitta noto'g'ri sana ham hisob kitobga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi sana, menimcha ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradigan eng xavfli sana pensiya tayinlash uchun ariza bergan kun. Odamlar ko'pincha pensiya yoshiga yetdim, demak pul o'sha kundan boshlab chiqadi deb o'ylaydi. Amalda esa ariza berish va hujjatlarning to'liqligi juda muhim. Siz o'z vaqtida murojaat qilsangiz, huquqingiz belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Kechiksangiz, to'lovlar ham kechikishi yoki ayrim davrlar bo'yicha ortiqcha kutishga to'g'ri kelishi mumkin. Misol keltiraman. Bir fuqaro 2026 yil 10 mart kuni pensiya yoshiga yetdi. U bahorda ishlarim ko'p deb iyun murojaat qildi. Hujjatlari to'liq bo'lsa ham, u 3 oy davomida o'z vaqtida hal qilinishi mumkin bo'lgan masalani cho'zdi. Agar hujjatida kamchilik chiqsa, iyundan keyin yana arxiv, ma'lumotnoma, tasdiq, bank rekviziti bilan yuradi. Natijada odamning o'zi bilmagan holda moliyaviy bosim ortadi. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat, qarzlar, oilaviy xarajatlar davom etadi. Lekin pensiya hali kelmagan bo'ladi. Yana bir misol. Tadbirkor ayol bir necha yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, keyin faoliyatini to'xtatgan. U pensiya arizasini berganda ayrim yillar bo'yicha badallar to'langani ba'zida ko'rinmaydi. Agar u bu masalani oldindan tekshirganda edi, soliq organidan ma'lumot olib, to'lovlar bo'yicha aniqlik kiritardi. Lekin ariza kuni kelganda muammo chiqsa, jarayon cho'ziladi. Shuning uchun ariza berish kuni shunchaki navbatga kirish kuni emas, huquqingiz rasman ishga tushadigan kun. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Arizani kim beradi? Ba'zan keksa ota-onaning o'rniga farzandi hujjat bilan yuguradi. Lekin ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi kim nomida ochilgani, telefon raqam kimga ulangani oldindan aniqlamasangiz, oddiy masala ham 2-3 marta bo'lib kelishga olib keladi. Men tavsiya qilaman, ariza berishdan oldin alohida papka tayyorlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom yoki harbiy xizmat hujjati. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlar, familiya o'zgarishi haqida guvohnoma, ish haqi ma'lumotnomalari, bank rekvizitlari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini bir joyga qo'ying. 3-sana 2026 yil davomida e'tibor berilishi kerak bo'lgan eng ko'p unutib qo'yiladigan muddat yil yakuniga qadar ma'lumotlarni yangilash. Qayta hisoblashga asos bo'ladigan hujjatlarni topshirish va o'zgarishlarni xabar qilish. Men bu sanani shartli ravishda yil oxiri deb tushuntiraman. Chunki ko'p holatda odamlar dekabr kelganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Lekin davlat idoralari, arxivlar, korxonalar, banklar ham bayram oldi yuklama bilan ishlaydi. Shuning uchun men amaliy tavsiya sifatida noyabr oxirigacha hammasini tekshirishni aytaman. Qaysi holatlarda qayta hisoblash kerak bo'ladi? Masalan, pensiya tayinlangandan keyin oldin hisobga olinmagan ish staji topildi. Yoki arxivdan kechikib kelgan ma'lumotnoma bo'yicha ish haqi yuqoriroq ekani tasdiqlandi. Yoki nogironlik guruhi o'zgardi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oiladagi holat o'zgardi. Yoki bola 12 yoshga to'ldi, o'qishda davom etyaptimi, kunduzgi ta'limdami? Buni tasdiqlash kerak. Bunday holatlarda keyinroq olib boraman deyish xavfli. Chunki har bir hujjatning ta'siri vaqt bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hayotiy misol. Pensioner ota 2026 yil aprel oyida eski ish joyidan 8 yillik staj tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini oldi. Lekin uni baribir pensiya olayapman-ku deb uyga qo'yib qo'ydi. Dekabrda olib borsa, qayta hisoblash tartibida ko'rib chiqiladi. Lekin u aprel-may oylaridayoq murojaat qilganda natija tezroq bo'lishi mumkin edi. Agar pensiya miqdori oyiga 170 ming so'mga oshishi kerak bo'lsa, 8 oyda bu 1 million 200 ming so'm farq degani. Har bir holatda hisob boshqacha bo'ladi. Lekin mantiq bitta, hujjat qo'lingizga tushgan kun uni topshirishni kechiktirmang. Yana bir misol. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan talaba 18 yoshdan oshgan va kunduzgi ta'limda o'qiyapti. O'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Keyin talaba
Men o'qiyapman-ku deydi, lekin tizimga tasdiq kerak. Oddiy ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmagani uchun oilaning oylik daromadi uzilib qolishi mumkin. Endi istisnolarni tushuntiraman. Chunki hamma holat bir xil emas. Birinchi nozik jihat mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli emas. Agar yozuv aniq bo'lmasa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr o'qilmasa, korxona nomi boshqa hujjatlarda boshqacha yozilgan bo'lsa, tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar nomi o'zgargan bo'lsa, masalan, avval kombinat bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan. Bunday paytda arxiv zanjiri kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ish haqi yuqori bo'lgan davrni tanlash masalasi. Ba'zi odamlar pensiya hisobida faqat oxirgi oyligi muhim deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisoblashda qonunchilikdagi tartib va tasdiqlangan ma'lumotlar asos bo'ladi. Shuning uchun men oxirgi yili yaxshi oylik oldim deyish yetarli emas. O'sha oylik rasmiy ko'rsatilganmi, badallar to'langanmi? Hujjat bor yo'qligi tekshiriladi. Konvertda olingan pul pensiya hisobida ko'rinmaydi. Bu ochiq, lekin real haqiqat. Uchinchi nozik jihat xorijda ishlagan davr. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya hisobida avtomatik qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Xalqaro kelishuvlar, rasmiy ish shartnomasi, sug'urta to'lovlari tasdiqlovchi hujjatlar, tarjima va legalizatsiya talablari bo'lishi mumkin. Agar odam xorijda 10 yil ishlagan bo'lsa-yu, lekin birorta rasmiy hujjati bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyinlashadi. Men bunday fuqarolarga hozirdan hujjat yig'ishni maslahat beraman. Ish shartnomasi, maosh ma'lumotnomasi, sug'urta raqami, ish beruvchi tasdig'i, migratsiya hujjatlari, rasmiy tarjima. 4-nozik jihat o'zini o'zi band qilganlar va tadbirkorlar. Men ishladim, bozor qildim, xizmat ko'rsatdim degan gapning o'zi pensiya staji uchun yetarli bo'lmaydi. Rasmiy ro'yxatdan o'tish, belgilangan to'lovlar. Soliq tizimidagi ko'rinish muhim. Agar siz tikuvchilik, ustachilik, taksi xizmati, repertorlik, sartaroshlik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullansangiz, bugun rasmiy maqomingizni tekshiring. 2026-yilga borib, men shuncha yil ishlabman deganda, tizim qayerda tasdiq deb turishi mumkin. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov qaytarish xavfi. Ba'zi odamlar manzil, oila tarkibi, ishga joylashish, o'qishni tugatish, nogironlik guruhi o'zgarishi kabi holatlarni xabar qilmaydi. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda og'ir vaziyat. Odam allaqachon pulni sarflagan bo'ladi. Keyin qarzdorlik chiqadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Huquqingizni talab qiling, lekin o'zgarishlarni yashirmang. Men alohida ro'yxat qilib aytaman. 2026 yilgacha pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar birinchi navbatda ehtiyot bo'lsin. Ular uchun har bir oy muhim. Ikkinchi guruh hujjatlarda familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana turlicha yozilganlar. Masalan, bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnara, bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev yozilgan bo'lsa, buni oddiy imlo xatosi deb qoldirmang. Baza uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Uchinchi guruh uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. Afsuski, norasmiy ishning eng katta zarari pensiya yoshida bilinadi. Bugun qo'lga ko'proq pul olgandek tuyuladi, lekin ertaga staj va rasmiy daromad yetishmaydi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Tibbiy ko'rik muddati, guruh tasdig'i, qayta ko'rik sanasi o'tkazib yuborilsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 5-guruh o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bola yoshi, o'qish shakli, oilaviy holat, vasiylik hujjatlari doim tartibda bo'lishi kerak. 6-guruh qishloq joylarda yashab, eski korxonalarda ishlaganlar. Ko'p hollarda odam men paxtada ishlaganman, fermada ishlaganman, brigadada bo'lganman deydi. Lekin rasmiy buyruq, ish haqi qaydnomasi yoki arxiv hujjati topilmasa, isbotlash qiyin bo'ladi. Bunday vaziyatda mahalla guvohligi har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Eng kuchli dalil rasmiy hujjatdir. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya yoshiga yetadigan sanangizni aniqlang va undan 6 oy oldingi kunni kalendarda belgilang. Bu kunni hujjat tekshirish boshlanadi deb yozib qo'ying. Agar ota-onangiz uchun qilayotgan bo'lsangiz, ularning tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari va ish tarixini alohida varaqda yozing. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ish staji va ma'lumotlaringizni tekshirish bo'yicha murojaat qiling.
savolni umumiy bermang. Mening ish tajribam bo'yicha qaysi yillar bazada ko'rinmoqda, qaysi davrlar tasdiq talab qiladi. Pensiya tayinlash uchun yana qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. 3-qadam. Hujjat papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi hujjati, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, bank rekvizitlari. Agar mavjud bo'lsa, nogironlik yoki vasiylik hujjatlari. Hujjatlarni telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin rasmiy hujjatning o'rnini bosmaydi. 4-qadam eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Har bir joy bo'yicha 3 ta ma'lumot yozing. Qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagansiz? Lavozimingiz nima bo'lgan? Tashkilot hozir bor yoki yo'q? Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Arxivga so'rab yuborganda falon yillarda ishlaganimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlab berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Faqat ma'lumot bering deb yozsangiz, javob umumiy kelishi mumkin. 5-qadam. Bank kartangiz va telefon raqamingizni tekshiring. Pensiya yoki nafaqa to'lovi tushadigan karta faol bo'lishi, muddatidan o'tmagan bo'lishi, egasi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Telefon raqam ham muhim. Chunki ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa yoki ishlamasa, muhim xabarni o'tkazib yuborasiz. 6-qadam. O'zgarishlarni yashirmang. Ishga kirdingizmi? Manzil o'zgardimi? Bola o'qishni tugatdimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Vasiylik holati o'zgardimi? Buni vaqtida xabar qiling. Men tushunaman, odamlar ba'zan aytsam to'lovim kamayib qoladi deb qo'rqadi. Lekin aytmasangiz, keyin qarzdorlik chiqishi mumkin. To'g'ri yo'l har doim xavfsizroq. 7-qadam. Har bir murojaatingizdan tasdiq oling. Ariza topshirdingizmi? Qabul qilingan sanasi, raqami, mas'ul idora nomi bo'lsin. Elektron murojaat bo'lsa, skrinshot yoki raqamini saqlang. Qog'oz ariza bo'lsa, qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash uchun dalil kerak bo'ladi. 2026 yilda pensiya tizimidagi eng muhim yo'nalish shuki, ma'lumotlar aniq, hujjatlar to'liq, murojaatlar vaqtida bo'lishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan tayyorlangan odam yutadi. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, kim elektron bazadagi ma'lumotini oldindan tekshirtirsa, kim arxiv bilan vaqtida ishlasa, o'sha odam kamroq navbat, kamroq yo'qotish bilan pensiyasini rasmiylashtiradi. Bugun siz o'zingizga bitta savol bering. Agar ertaga pensiya arizasi topshirishim kerak bo'lsa, hujjatlarim tayyormi? Agar javob yo'q bo'lsa, kutmang. Ish stajingizni tekshiring. Eski ish joylaringizni yozing. Arxivga so'rov yuboring. Familiya o'zgarishi hujjatlarini toping. Bank rekvizitini yangilang. Ota-onangiz bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ko'p keksa odamlar elektron tizim, arxiv so'rov, bank kartasi, SMS xabarlarni mustaqil kuzata olmaydi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Hech kimga hujjatingizni ishonib topshirib yubormang. Men pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor. Tezlashtirib beraman degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy yo'l bor. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, elektron davlat xizmatlari, arxiv ish beruvchi bank pul berib, norasmiy yo'l izlash sizni firibgarlikka olib kirishi mumkin. Pensiya masalasida eng kuchli himoya bu rasmiy hujjat va qabul qilingan ariza raqami. Demak, bugungi ogohlantirishning mazmuni juda aniq. 2026 yilda pensiya va nafaqa masalalarida 3 ta sanani o'tkazib yubormang. Birinchisi pensiya yoshiga yetishdan 6 oy oldingi tayyorgarlik sanasi. Ikkinchisi ariza berish kuni. Uchinchisi yil yakunigacha ma'lumotlarni yangilash. Qayta hisoblash va tasdiqlovchi hujjatlarni topshirish muddati. Shu 3 ta joyda beparvolik qilsangiz, pul kechikishi, hisob kam chiqishi yoki to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. Hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Bugun tekshirilgan bitta ma'lumot ertaga sizga bir necha oy vaqt va katta mablag'ni saqlab qolishi mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarida qanday muammo chiqqan? Izohlardagi savollar asosida men keyingi videolarda yana aniq misollar bilan tushuntirib beraman.